Xayrli kech hammaga. Hozir Instagramda bitta video ko'rib qoldim. O'shani sinab ko'rdim. Hozir emas, 2 soat oldin ko'rdim buni. Effektiga gap yo'q, zo'r ekan, menga rosa yoqdi. Bavi bilan solishtirib ko'rdim uni. Bavida ham bittada ketar ekan, bunda ham bittada ketar ekan. Faqat bu uyingizda svet qolmaganida, ya'ni menda shunaqa holat bo'ladi. Mana do'yi poslisi bu. Chayni soda, uksus, zubная pasta va idish tovoq yuvadigan gel. Yaltirashini qaranglar, qanaqa zo'rg'a. Choynaydan bilasiz rezultatini. Mana momentlarni ham qaranglar, top-toza qilib qo'ydi gazimni. Bu choynagim qaranglar, yaltillab turibdi. Spesialni gaz tepasi sal chiriki ko'proq ekan. Buni kirish qiyin bo'lgan joylar bo'lgani uchun buni hammaga mashhur Bavidan foydalandim. Lekin Bavim ozgina kamlik qildi. Bir yoq tomoni sal ketmay qoldi. Lekin chayni soda bilan ham посудомоечный gel zubная pasta uksus ham yomon rezultat bermadi. Menga juda ham yoqdi. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Qilib ko'ringlar. Har doim ham uyimizda sredstva qolmay qolgan paytda birinchi yordam ekan. Endi Bavi baribir. Mana hamma joylarni tozalab qo'ydim, top-toza qilib. Soat ham o'zi 12 bo'lib qopti.